Bugun men sizlarga Dio haqida 5 ta fakt aytib beraman. Birinchi fakt: Dioning kichik diametrdagi implantlar juda ham qalin bo'lib, masalan, uchi uchlik implantlarning shaykasi boshqa Koreyaning 4lik implantlardan ham qalinroq va mustahkamdir. Ikkinchisi, Dio implantning apex qismi agressiv kesuvchi xususiyatga ega bo'lib, suyak ichiga kirishni osonlashtiradi. O'rta qismi tayyorlovchi vazifani bajaradi, joyni optimal shakllantiradi. Yuqori qismi kengayib, yuqori darajadagi fiksatsiyani ta'minlaydi. Shu 3 bosqichli dizayn barqarorlikni oshiradi. Uchinchisi, implantda ochiq rezba ishlatilgan bo'lib, bu jarayonda minimal qarshilik bilan chuqurlikni sozlash imkoniyatini beradi. To'rtinchisi, gibrid SLI sirti. Implantning ustki qavati mikrob va asoratlarni kamaytiradi. Implantning pastki qismi osteointegratsiyani kuchaytiradi. Oxirgisi, dual Morse konisi. Implant va abutment ikkita joyda germetik muhrlanib, bu esa stressni bir xil taqsimlashga yordam beradi. Agar sizga Dio implantlari kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning.